nasli bo'ladigan bo'lsa, u oldin gapirmagan bo'lardi. Bu albatta hayot davomida orttirilgan narsa. Bola 1,5 yosh, 2 yosh, ota dedi, ona dedi, taxminan 15-20 ta so'z bor. 15-20 ta so'zini kerak bo'lgan narsani sizga tushuntira oladi. Menga suv ber dedi, menga non ber dedi, buni olib ket dedi, buni olib bor dedi, kuladi, o'ynaydi, chaqirsangiz keladi. Endi vaqt o'tishi bilan sekin-sekin o'sha haligi ishlatayotgan so'zlari soni kamaya boshladi. Onda 20 ta so'z edi, endi 19 ta bo'lib qoldi, 18 ta bo'lib qoldi. O'sha paytda ota-ona uni farqiga boradimi? Albatta yo'q. Ota-ona albatta farqiga bormaydi. Endi uje suvni ham aytmay qo'ydi. O'sha joyga borgan paytda ota-ona farqiga bora boshlaydi. Bu birinchisi. Bilgan so'zini ko'paytirish o'rniga endi u kamay boshladi. Odatda taxminan 4-5 oy vaqt ketadi ota-onani bilish uchun. Ikkinchi belgilardan bittasi. Ismini aytib chaqiradigan bo'lsa, qaramasdan xuddi eshitmagan odamga o'xshab turib, haligi o'zini o'yinini o'ynab o'tiraveradi. Undan tashqari yana bitta belgilardan bittasi, haddan tashqari ko'p porядокni yaxshi ko'radi. Mana shu narsa stollarga mana shunday qilib yig'ib tushib ko'radi. Qayerga borsa bitta qator qilib narsalarni yig'ib boshlaydi. Bittasiga tevoradigan bo'lsangiz ham katta isterika boshlanadi. Bittasiga tevoradigan bo'lsangiz ham narsasiga umuman tegib bo'lmaydi. Akkuratnost haddan tashqari. Emotsiya sekin-sekinlik bilan yo'qola boshlaydi. Biror narsaga hissiyot bo'lmaydi. Narsa beradigan bo'lsangiz, xursand bo'lib turib sizga qaramaydi. Gapiradigan bo'lsangiz, ko'zingizga tik qarashni yo'qotib qo'yadi. Bola ko'zga tik qaramaydi. U oxiriga borib o'zi bilan o'zaro bo'lib qoladi. Hech narsaga aralashmaydi. Kerak bo'lgan narsani imo ishora bilan tushuntirishi mumkin yoki bo'lmasa bir xil holatda uni ham aytmaydi. Bu uje qanday qilib bu nasli bo'lishi mumkin? Nasli bo'ladigan bo'lsa, u oldin gapirmagan bo'lardi. U 15-20 so'z gapirdi. Ona bilan, dada bilan o'ynadi, kuldi, yugurdi, yedi. Kutilmaganda o'sha bilgan narsasini qisqa muddat davomida 5 oy, 6 oy davomida yo'qotib qo'ydi. Bu albatta hayot davomida orttirilgan narsa. Bu to'g'ri emas.